Qovg'a burchi vakillarini noyabrda nimalar kutmoqda? Kelinglar, demak, qovg'a burchi vakillarini ko'ramiz. Bu Rohiba Taro shaxsiy bog'lanish uchun nomerim 90lik 930 0907. Telegram, WhatsAppdan javob beraman. Demak, qovg'a burchi vakillarimiz bizda 21 yanvardan 20 fevralgacha tug'ilgan kunini nishonlaydiganlar kiradi. Demak, qovg'a burchi energiyasi noyabrda. Qovg'a burchi shaxsiy hayoti noyabrda. Qovg'a burchi ish yo'llari, pul yo'llari noyabrda. Qovg'a burchi demak sog'lig'i noyabrda. Qovg'a burchi nimadan ehtiyot bo'lish kerak? Demak, noyabrda. Demak, qovg'a burchi energiyasini ko'rib olamiz. Bu yerda bizda shesтерка mechей kartamiz tasvirlangan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta demak qayig'imiz boshqa sohilga otlanayotganini ko'ryapmiz. Bu kartamiz bizda demak yo'l kartasi hisoblanadi. Demak, ko'rishimiz mumkin, qovg'a burchidagilar, ya'niki vodoleylar o'tmishdan chiqib yangi yo'lga qadam qo'yadi. Shesтерка mechей kartamiz o'zgarish va harakat kartasi hisoblanadi. Bu safar demak yo'l, ish joyi yoki demak fikr uslubini o'zgartirishni ko'rsatadi. Ya'ni demak eski narsani orqada qoldirib, yangi hayotga o'tish vaqti noyabr oyidan boshlanadi deb ko'rsatyapti. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin, ko'pchilik yoki o'sha yangi ish joyiga o'tadi yoki demak yashab turgan joyini o'zgartiradi vodoley burchidagilarimiz. Demak, yokida umuman hayoti demak tubdan yangitdan o'zgaradi deb ko'rsatyapti. Chunki bu yerda shaxsiy hayot bilan bog'liq ham bo'lishi mumkin, chunki kimdirlar yoridan ketadimi shunaqa. Shaxsiy hayot, 4 kubkov kartamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda ko'rinyaptimi, yo'qmi, yigitimiz demak daraxt bo'yida horg'in o'tirganini ko'ryapmiz. Bu karta bizga nima deydi? Munosabatlarda zerikish demak yoki ruhiy charchoq hissi bo'lishi mumkin ekanligini ko'rsatadi. Sevgida demak yangilik yetishmayotgandek hissi bo'ladi. Demak, bu haqiqiy ehtiyojni qayta ko'rib chiqish uchun belgi. Demak, biz ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda mana yigitimiz qalbi to'lmayapti. Demak, bu yerda nima deydi kartalar? Shaxsiy hayotingizda o'sha mana shunaqa zerikarli bir holat bo'lishi mumkin. Demak, mana sizga chunki taqdir inomi bor, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana taqdir inomi hadya etilyapti, lekin yigitimiz buni ko'rmayapti. Настроенияsi yo'qligi sabab. Demak, misol uchun kimdirlar hozir o'sha eri bilan urushgan yoki yana qanaqadir holatda bo'lsa, siz aytaylik bilmayapsiz, nima qilish kerak, qayerga yurish kerak. Bu yerda ularni harakatini ham sezmayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, demak kartamizda tasvirlangan. Siz balki ahamiyat bermayotgan bo'lishingiz mumkin. Demak, shaxsiy hayotda o'sha parasi borlarda sal mana shunaqa ruhiy charchoq bo'lishini ko'ryapmiz biz. Demak, parasi yo'qlarga, yolg'izlarga bu kartamiz nima deydi? Qovg'a burchidagilarga demak, пока что yolg'iz bo'lib turamiz. Hali qanaqadir gorizontda yangi bir yigit yo'q ekanligini ko'rsatyapti. Demak, ish yo'llari, pul yo'llari deganimizda ritsar kubkov kartamiz juda ham chiroyli karta tasvirlangan bu yerda. Demak, ishda biz ko'rishimiz mumkin. Mana ishlayotganlarda ko'tarinki kayfiyat, demak, qalbingiz to'lgan bo'ladi. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin, yoningizdagi o'sha ishdagi insonlar mehribonlik energiyasida bo'ladi. Ya'niki yaxshi energiyada bo'lasizlar, yaxshi energiyada ishlaysizlar. Yangi g'oyalar kelishi mumkin. Demak, bu yerda keyin qanaqadir o'sha yangi g'oyangiz orqali pul kelishi ham mumkin ekanligini bizga ko'rsatadi. Ishga kirmoqchi bo'lganlarda bu yerda taklif bo'ladi va siz demak ishga joylashasiz degan karta bizga shuni ko'rsatadi. Ishlamayotganlar demak noyabr oyida ishga joylashadi. Endi sog'lig'ingizda bo'ladigan bo'lsak,
Четверка jezl bu o'zi karta barqarorlik, stabilность kartamiz hisoblanadi. Demak, biz ko'rishimiz mumkin, ishda demak sog'liqda demak barqaror jismonan baquvvat bo'lishingizni. Bu karta keyin organizmning tiklanishi va muvozanatni anglatadi. Demak, sog'lig'ingizda xudo xohlasa noyabrda umuman muammolar bo'lmaydi. Demak, nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak noyabrda deb ko'rsatadigan bo'lsak, четверка pentakl kartamiz tushyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda yigitimiz mana tangalarini himoya qilgan holatda o'tiribdi. Demak, bizga bu nimani ko'rsatadi? Ortiqcha nazorat, demak, ortiqcha nazorat sababli imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Qovg'a ayni paytda demak hissiy yopiq bo'lishi mumkin deb ko'rsatyapti. Demak, lekin mana shu narsa ham sizni energiyangizni to'sib qo'yadi. Chunki tabiatan siz erkin bo'ladigan demak burch ekanligingizni ko'rsatyapmiz. Ehtiyotkor bo'ling, lekin qo'rqmang. Demak, slishkam qattiq yopilib olishdan mana bu kartada tasvirlangan yopilinayotganingiz. Demak, slishkam qattiq yopilib olishdan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Xo'p, demak, bu qovg'a burchi vakillariga edi. Yana qaysi mavzularga ko'rishim xohlaysizlar, kommentariyada ko'rsatib o'tinglar.